ish qilib tillalarimni qaytarib olib bera olasiz-a, komandir? Nafaqat tillalaringizni qaytarib olib beramiz, balki o'g'ri qonun oldida javob beradi. Mumkinmi? Конечно, mumkin. Komandir, odamlarni darajasiga qarab chaqirsanglar bo'lardi. Yugurib militsiyaga kelyapsiz-da. Ha? Ishonganingga bor dedingiz-ku. Keldik. Ismingiz kim edi? Tanimadingizmi? Bu mahallada 4 ta boy bo'lsa, bittasi menman. Asadulla boy. Nabiyev. Suvanovich. 1979-yil tug'ilgan. 168-modda bilan muqaddam sudlangan. 1, 2, 3 ta bankdan muddat o'tgan kredit qarzdorligingiz bor ekan. Yer, mulk soliqlari, bir qancha qarzdorliklar. Oho, mashina haydashni bilasizmi o'zi, Asadulla aka? 50 dan ortiq qoidabuzarliklar uchun jarimalar. Yaqinda mabodo chet elga chiqishni rejalashtirmayapsizmi? Mabodo reja qilayotgan bo'lsangiz, maslahat bermayman, chunki sizga taqiq qo'yilgan ekan. Xo'sh, bog'chada qorovul bo'lib ishlar ekansiz-a? Qiziq. Siz haqingizdagi bu ma'lumotlarga yana bir ma'lumot qo'shildi. O'g'rini otasi degan. Komandir, men arizamni qaytarib olmoqchiman. Har holda bir mahallada yashaymiz. Qo'ni-qo'shnichilik. Meni da'voyim yo'q. Hurmatli fuqaro, sizni da'voingiz bo'lmagani bilan qonunning da'vosi bor. Komandir, biz o'zimiz kelisha olamiz. Kelisha olmaysizlar. Chunki darajanglar to'g'ri kelmaydi. Yordam qiling, iltimos. Sizga bitta yordam qilishim mumkin. Mashinangizni qayerga qo'ydingiz? Shu yo'llar naryoqdagi pulli stankada. Ana shuni pulini to'lab qo'yishim mumkin. Chunki sizni hozirgi holatingizga 5000 so'm katta yordam. O'g'ri o'g'lingiz va mana bu ayolning tillalarini qayerdan bo'lsa ham topib keling. Zudlik bilan.